Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men yana Naruto Juji do'stlar. Bugun biz Minecraft'dagi top Bedwars o'yinchilar bilan birga o'ynab ko'ramiz. Qani bo'lmasam videoni boshlashdan oldin videoga like bosing hamda kanalga obuna bo'lib qo'ying. Qani bo'lmasam biz o'yinni boshladik. Xo'p do'stlar, bo'lmasam bizda birinchi igrok bu Didzo MC. Xo'p, Didzo MC ham ancha pro igroklar. Bo'lmasam biz tez resurslar yig'amiz. Ey, do'stlar, bu serverda manimcha ping. Ha do'stlar, Didzo MC kanaliga ham obuna bo'linglar. Men uni kanalini video opsiyasida qoldiraman. GG. Hech narsam yo'q. Qo'limda bitta oltin bor. Kelsangiz faqat mana sizga oltinlar bera olaman. Hop, chiqmayaptilar Didzo. Hop, muhimi bizada karavot yo'q, minus bo'lgan. Bam, bop, bada bop, boom, pow. Bituvdi do'stlar, mana bu kulish bo'ldi. Hop, bu bizning birinchi o'yin. Ya'ni do'stlar, birga bir o'yinlarda 3 ta jang bo'ladi. Endi bizda keyingi o'yin. Qani umuman Maystaxda yo'q bu. Hop do'stlar, bizda bo'lmasa keyingi o'yin. Hop, hozircha 1-0, menda 1, Dizenchida 0. Yana biz bo'lmasa birinchi resurslarni yig'ib olamiz. Shu bilan bitta sekingina surib qolamiz. Hop, bo'lmasam biz sekin yurishni boshlaymiz. Karavot o'zi full o'rab bo'pti Didzo MC. Didzo MC qo'liga fireball olibdilar. Men o'ldim. Chunki menda qilichim ham yo'q edi. Faqat blok edi. Zato biz borishimizda o'ldik. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib turinglarchi, bundan keyingi igrok kim bo'lishi mumkin? Ya'ni keyingi top 1 o'yinchi kim bo'lishi mumkin? Buni sizlar o'zingizlar izohlarda yozib qoldiringlar. Videoni mana shu joygacha. Bu kombo ta'sir qilmaydi. Bratvada olmaz bor ekanda. Blok fit diye. Tamam bu. Ha. Bana sen bu işte. Sana onu yapacağız. Buradan. Bizim başımızı yiyelim. Bana sen bu tutarız. Hani bu. Beni diyeceğim şey arkadaş geçmeyi de böyle. Cans gibi mi? Böyle. Bo'ldi do'stlar. Joy MC hal bo'ldi. GG. Hop do'stlar, endi bizda keyingi igrok bu. Hop do'stlar, endi bizda keyingi igrok bu Hovubjon.
Hov, salomlashib qo'ying. Hammasalom bolalar, sizlar bilanmi? Do'stlar, ya'ni Xo'pjonni oldingi videolarimni ham ko'rgan bo'lishinglar kerak. Ya'ni biz birgalikda Bedwars ranklab chiqqandik. Ya'ni Bedwars serverlari birin-ketin ranklab chiqqan edik. Ha, bot boxga tushib ketdim. Do'stlar, Xo'pjon ancha farq qiladilar. Ikkinchiga qaraganda ular mendan ham tezroq push qilishga harakat qiladilar. Ekanlik-ku. Xo'pjon barandalarda kelyaptilar. Nima? Bay bay. Mayli do'stlar, bu Vay, bizlarga botman men. Javob beraman botman. voy do'stlar, tushib ketdi Xo'pjon. Mazeza qachon. Lag'ayam. Xo'pjon xafa qilyapti-da. Olmani g'achillatibdi. Jiji, voy yaxshi do'stlar. Hop, bizda endi keyingi o'yin. Hop do'stlar, bizda keyingi o'yin. Hozircha 1-0. Endi bir Xo'pjondan 0. Faqat bu Hop hozircha. do'stlar, keyingi o'yin Xo'pjondan keyingi o'yinchi kim bo'lishini bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariy yozib aniqlab olinglar. Lutfulla To'rayev. Hop, biz yana resurslarga olamiz. Bu safar Xo'pjon uzoqda bo'lganlari sababli ancha qattiq o'ynaydilar. Bunday ishga qarshi holatda ana. Do'stlar, уже kelishni boshlayapti. Yetib keldi. Bu kim yo? Siz oqmisiz? Yee. Do'stlar, adashib qoldilar. Men xabar bilaman dedim. Oqsiz debman. Ne tapdi olsam nikiz oqshon. Men axir xabar bermaydi-ku. Hop, bo'lmasam biz Xo'pjonni basilsiga yo'l olamiz. Ekan o'zim tashlayman. Hop. Buni olib turaman. Sizga surprise degan narsa. Kravatni nimadan o'rash mumkin emas? Xohlagan narsangizdan o'rasangiz bo'ladi. Buni qonun qoida yo'q. 300 bo'ldi. Yetsam bo'ldi. Muhimi cheatga kirmagan bo'lsa bo'ldi. Cheat emaslar. Wow.
Hop cho'milib qoldilar. Yo, tushirib yubordilar mani. Meni do'stim bo'ladilar. O'shaning uchun videoga olib chiqdim. Meni chakram borda, nima qilayotganingizni kuzata olaman. Hozir diamond olmoqchisiz, lekin ololmaysiz, chunki meni vazamga keldingiz. Blokdaysiz bu. Yoki adashdim. Yoki bana uyiga git bor. Ha, shunaqa. Yo'q. Kombo ko'rdilar. Ko'rganim yo'q. Ha, kombo bo'ldi. Hotline'dan kirdingizmi? Yo'q, men do'stlar silent dan kirdim. Salimga sadoqatim bilan xizmat qilaman. Do'stlar, silent client juda ham tekin, ya'ni 100% tekin. Bunga umuman sizlarga Minecraftda litsenziyali akkaunt shart emas. Просто Google akkaunt ulab kirsanglar bo'ldi. Agar sizlar buni nima qilishni bilmasanglar, men buni bundan oldingi videolarimni chiqarganman. Bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Bemalol. His qildingizmi? Yo'q. Qatdan oldingiz bunaqa almas. Qoch. Yo'q. Man, o'ldiradim просто Clouch qilmaganingizda o'lasiz. Clouch qilmaganingizda просто chagaydim. Chiqib bo'ladim. Bahona shu. Bahona hali ko'p yetarlicha. Yo, hozir yutaman yoki yutmayman. Minecraftda 2 yildan beri o'ynasam, Bedwars o'ynashni boshlaganimga 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldimi? 1 yil bo'ldi Bedwars o'ynayotganimga. Qayerdangiz qochib BYD'di. Bu bizlar nima qilayotganimizni bilmaydi bu bola. Bilamasmi? Bu narsalarni ko'rib hayron qolasiz. Hayron qolasiz. Atam. Meni bot deb o'yladilar. Bot deb. Yana qo'shadi, ha? Yo'q. Bay. Kelganmi ko'rdingizmi bazasiga? Trap yo'q qildi, lekin o'zi ko'rmadim. Hop, hech narsa qilmaydi. Biz bot qolmaymiz. Biz shunchaki endi taktika va ishqa qilamiz. Shunday. Ba'zida qo'riqlab o'tiribdilar. Hop. Karavot yo'q. Mana bitta shu taktika bor. Boshqa taktika bilmadim. Agar ular mana taktikani qarshi kichik o'ylab topmagan bo'lsalar bo'ldi. Men axloq qilmoqchisiz. Yo'q do'stlar, meni taktikam ishladimi? Meni taktikam ishladimi deyman-ku. Qaroatmi istiyorsan? Mana qo'ying. Ani bismillahirrohmanirrohim so'yamsiz endi. Yo'q. Yo'q do'stlar. Bu raundga kim yutsa o'sha g'olib bo'ladi. Xo'p. Endi bu raundda ikkalamiz ham juda bor kuchimiz bilan o'ynashimizga to'g'ri keladi. Bo'lmasam kimdir
Tutqizib qo'yadi. Va bot degan nom oladi. Ya, jebot bo'lmaydi. Yo, men tushib ketdim. Ishqilib Xopjonim tushib ketsa. Iltimos. Voy! Tushib ketdi, GG do'stlar. Gap desinga nas. E, Ketdim men. tushmabdilar, aldabdi. Meni g'irt aldabdi bu bola. Karotim buzyapti. Ha, kayfmi? Yo, bitta uramadim. Chunki boksizlar. Nima? Yo, hech narsa sizdan so'rayapsiz. Nima dedingiz? Zo'r so'zlayman. Bu safar endi Naruto Xopjon Meradi, yetmasa bo'lmaydi. Naruto Vashchi Karol, Naruto Jiyancha. E, Sizda Braziliya nima qilibdi? Nima qilibdi shunga? Bot bo'lib qolmasmi shunday? Urardim man lekin. Braziliyaga qaradim. Endi bu safar aniq Xopjon o'ldiramiz a. Men bunga ishonaman. qochiraman. O yüzden ketmang. Qacha. Mayli. O do'stlar, menimcha bu raundda men o'taman. Xopjon, tan olasizmi? To'xtang, urmang. Urmang deb turibman, Naruto qarang. Birinchidan, sizda qanaqa qilish qani? Bo'ldi do'stlar. GG. Bu raund Hop do'stlar, bizda endi keyingi igroq bu Trexial Uzubi. Trexial Uzubi ham anchagina provinchilar. Do'stlar, sizlarga shu narsani aytib qo'ymoqchimanki, ya'ni bu Trexial bilan o'ynashdan oldin videoni bitta tushirib yoqgandim va menda mikrofonim o'chib qolgani sababli o'yinga mening ovozim yozilmay qoldi. Shuning uchun men bu yoqda ozvuchka berishga qaror qildim. Hop. Boshlanib ping bo'pti, keyin o'lib qolman. Yana qaytadan tirilib. Tintina olmali. Keyin karavotda urab. Hop. Endi yana tintina nimaga oldim o'zim hayronman. Yana tinta qo'ydim. Sakrab kulich qilolmay tushib ketdim. Buran esa yetdim. Bunday bo'lsa keyingi raund. Hop. Endi esa bu raundda hozircha 1-0 menda 1. Technologies esa 0. Hop. Bo'lmasam men ya'ni resurslarni yig'ishga boshladim.
Xo'p, men bizni oldingi raundni qutqazib qo'ydim va bizda so'nggi raund bo'lyapti. Xo'p, bo'lmasa men yana resurslarni yig'ishni boshladim va hozircha 1-1 bu so'nggi o'yin. Xo'p, mana so'nggi raundda ham men yutdim. Xo'p do'stlar, bo'lmasam sizlarga video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying do'stlar. Agar sizlarga yana shu video yoqqan bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Men keyingi safar bu o'yinchilar bilan emas, hamda boshqa o'yinchilar bilan birgalikda o'ynab, faqat bedvars, ya'ni boshqa duel o'yinlarini ham o'ynab chiqamiz. Unday bo'lsa hammaga rahmat. Sizlar bilan Naruto GG bo'ldi.